Assalomu alaykum. Quyon bir oyda qancha daromad keltiradi? Bitta quyon. Shu to'g'risida gaplashamiz o'rtoqlar. Mana xudo xohlasa bu hikol toza Italiya hikol quyonimiz. Qo'shib qo'yganmiz. Hozir tuqqanlarini ko'rsataman. Mana bu quyonimiz bo'lsa tuqqan. Ya'ni o'rtoqlar, bitta quyon o'rtacha mana hikollarda aytaylik 10 ta tug'sin deylik. 33 kunlik qilib 80 mingdan sotyapmiz bolalarni yemga kirgan paytda. Ya'ni hech qancha rasxod qilinmaydi bu nimalarga. O'rtacha 10 tadan hisoblaylar quyonni bolalariga. Bu yerda hozir 14 ta tuqqan quyonimiz. Hisoblab ko'raverasizlar mana 10 ta bo'lsa, 10 ta o'rtacha 10 ta hisoblasangiz 800 ming pul bo'ladi bitta partiyasi bolalarini. Ya'ni bular go'sht yo'nalishidagi quyonlar bular. Bir partiyasi bitta quyondan 800 ming tashlayapti. Karlik baranlarga o'tadigan bo'lsak, ya'ni karlik quyonlariga mana bular ham bolalari bor. Mana bularni o'rtacha hisoblaymizda. Hozir mana bu yerda 7 ta bolasi bor. Karlik baranimiz 7 ta bolasi bor. 6 ta, 5 ta hisoblaylar buni mayli. O'rtacha 5 tadan hisoblaylar. Bular 150 ming so'mdan donasi 33 kunlik qilib. Mana bu yerda bor. 150 mingdan bo'lsa o'rtacha 750 ming pul bo'ladi. Bitta quyon bitta partiyasida 750 ming tashlayapti. Men nima demoqchiman o'rtoqlar? Mana quyonchilikdan daromad yaxshi-da baribir. Foydasi bor. Yaxshi, albatta yemlarga mana joylariga e'tibor berasizlar. Suv idishlari, yemlari. Inshaalloh yaxshi qarab berasizlar, daromati bor. Albatta like bosishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin. Videolarimiz inshaalloh bundan buyog'i albatta manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sizlardan bitta like, bitta podpiska. Bu quyonimiz xudo xohlasa tug'adi. Mana hashaylar toshishni boshladi yashikka. Yashik qilib qo'ydik. Mana o'rtoqlar, emizdiryapti. Ulgib qoldiga. Onasini emyapti. Mashalloh. Bitta like bosib qo'yamiz. Albatta obuna bo'lib qo'yamiz. Hammaga rahmat o'rtoqlar, sog' bo'linglar, hamisha salomat bo'linglar. Kanalimizdan uzoqlashmanglar.